Assalomu alaykum hammaga. Ishlayapsizlar? Startapda. Hop, moliya oyligini davom ettiramiz. Podcast nafar ziyodini boshlab bergandi. Bu safargi mavzuyimiz iqtisodga to'liq bog'liq. Iqtisodda juda ko'p o'rganiladigan mavzu inflyatsiya. Inflyatsiya bu nima? Kimda qanaqa tushuncha bor? Omar aka? Inflyatsiya bu qadrsizlanishi, qadrsizlanishi, ya'ni ma'lum variatsiyalar narxning ko'tarilib ketishi inflyatsiya deb tushunsa bo'ladi. Ya'ni ko'tarib tushadi, qaramda narx oshib ketadi. Yaxshi, ziyodda. Inflyatsiya shu muomaladagi pulni qadri tushib ketishi, odatda muomaladagi pulni ko'payib ketishidan hosil. Davlat pul bosib chiqarishi bu yoqdagi oltin zaxiralariga yoki oltinga bog'lamasdan turib pul bosib chiqarishdan. Tushunarli. Shunaqa bunga qadrsizlanib qolish. Yaxshi, fundamental tushunchalar bor ekan inflyatsiya to'g'risida. Gaplashishimiz osonroq bo'ladi. Tushunishinglar osonroq bo'ladi. Xo'p, rejamiz ko'p emas, 5 ta. Hop, birinchisi inflyatsiya nimaligini, kim tomonidan boshqarilishini, nimalar ta'sir qilishini gaplashamiz. Keyin inflyatsiyaga olib keladigan sabablar to'g'risida gaplashamiz. Ikkinchisi bo'lib, keyin uchinchisida inflyatsiyaning oqibatlari. Inflyatsiya bo'lsa, davlatda xalqqa, umuman hukumatga qanaqa ta'sir qilishi to'g'risida gaplashamiz. Undan keyingisi inflyatsiyadan qanaqa himoyalanishimiz mumkin? Biz oddiy xalq, oddiy odamda nima qilsak, bizning pullarimiz inflyatsiyadan kamroq zarar ko'radi. Va oxirgi qismi bu bonus. Uning ichida ko'p ma'lumotlar bor, qiziqarli faktlar bor. Sizlarga bonus sifatida bo'ladi deb bitta bonus qo'yib qoldim, boshqa narsa yozmasdan. Haytli derasan. Startapdan boshlaymiz. Maqsadlarimiz yo'lida harakat qilar ekanmiz. Shaxsiy moliyamiz to'g'ri yo'lga qo'yilganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Chunki odam topgan pulidan emas, balki tejab qolgan pulidan boy bo'ladi. Bu o'zimning fikrlarim edi. Hop, inflyatsiya nima degan savolga to'g'ri javob berdinglar hammanglar, baraka topinglar. Inflyatsiya shu. Pulni xarid qobiliyatini pasayib ketishi. Ya'ni pul nimadirni sotib olishimiz uchun qobiliyatsiz bo'lib qoladi yoki umumiy hisobda hamma narsaning narxi ko'tarilishi. Foiz ko'rinishida odatda yillik hisoblanadi. Noodatiy vaqtlarda kunlik ham hisoblanishi mumkin. Hop, nazorat qiluvchi tashkilot bu markaziy bank hisoblanadi. Hozir sizlarga savol beraman. Asadbek aytdilar hozir dollar kuni o'zidan ko'rdi, 13.257 so'mga chiqibdi. O'zi dollar nimaga oshadi, nimaga tushadi? Bu qanaqa fikr bor? O'z sabablari ko'p. Sizlar bilgan sababinglar bo'lsa, aytsanglar, bu gapirsa yaxshi bo'ladi. Chunki dollar oshishi ham inflyatsiyaga bog'liq jarayonda. So'mni qadri tushsa, dollar oshadi. Masalan, inflyatsiya bo'lib so'mni qadri inflyatsiyalanib tushganda, dollar inflyatsiyasi kamroq odatda. Shuning evaziga, masalan, chet el bilan import eksport savdo sotuv qilayotganda dollar qadri tushganini bilgan odam uni so'mdan, masalan, oldin $1 12 mingga olayotgan bo'lsa, hozir masalan 13 mingga olishni boshlaydi. Buni tushungan holda. Demak, so'mni xarid qobiliyati pasayib ketib, dollarni ko'proq so'm evaziga sotib olish bo'ladi. Buni sabablaridan bittasi, misol uchun davlat ichida dollar banknotalari, dollar umumiy hisobda dollar kamayib ketishi yoki ko'payib ketishi orqali bo'ladi. Chunki bilasizlar, bir narsaga talab ko'paysa, u narsaning soni kam bo'lsa, narxi qimmat bo'ladi. Xuddi tillarga o'xshab. Metal kamki, demak narxi ham qimmat. Dollar ham xuddi shunga o'xshab, davlatda qancha eksport ko'p bo'lsa, ya'ni davlat o'zini xizmatlarini, o'zini tovarlarini chetki davlatlarga sotsa va davlatga ko'proq pul kirib kelsa, dollar ko'rinishida kirib kelsa, ana o'shanda dollar narxi pasayadi. Teskarisi bo'lsa, import ko'payib ketsa, davlatda import ulushi ko'payib ketsa, unda dollar faqat va faqat oshadi. Bizda shu kungacha O'zbekistonda hali eksport ulushi import ulushidan o'tib ketmagan. O'tgan safar jadvallar prezentatsiyasida ham ko'rdik. Bizda o'tib ketmagani uchun dollar pastga qarab yurmaydi. Ya'ni so'm qadri ko'tarilmaydi. So'mni qadri faqat tushadi bizda. Shu import hisobiga deb o'ylayman, boshqa sabablari ham bor. Xo'p, inflyatsiya nimaligi to'g'risida ba'zi tushunchaga ega bo'ldinglar. Mana Markaziy bank tomonidan nazorat qilinadi deganimni hozir tushuntirib o'taman. O'zi inflyatsiya nazorat qilinadigan narsa.
buning nazorati boya Ziyod aytdi-ku, pulni ko'payib ketishdan hosil bo'ladi dedi. Pul bizani tushunchamizda faqat qog'oz yoki kartam solingan pulga anaqa bo'lib qolgan, boylanib qolgan. Lekin aslida nazorat qilinadigan narsa pul bu любой aktiv. Bu uzoq muddatli aksiyalar bo'lishi mumkin. Davlat obligatsiyalari bo'lishi mumkin. Yoki qanaqa deb tushuntirsak, ana qimmatbaho metallar bor-ku, ular ham aktiv sifatida bo'lgani uchun Markaziy bank tomonidan har bitta bosib chiqarilgan pul yoki arzonlashtirilgan kredit foizlari hammasi davlatda pul oqimini ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Demak, pul oqimi ko'payib ketsa nima bo'ladi? Bizda shu gaplashganimiz inflyatsiya bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa misolda gaplashamiz. Tasavvur qilinglar, bitta anaqa bor. Kichkina ostrov bor, orol. Kichkina yashamaydigan orol bor. U orolda bitta palma bor, kichkinagina qum bor. Katta orol emas. Xullas, o'sha orolda 10 ta dona mashina bor. Va 10 dona tanga bor. Bildinglar, 10 ta mashinaga 10 ta dona tanga. Bir xil, birga bir to'g'ri kelyapti. Endi o'sha yerdagi ikkita odam bo'lsa, bittasida faqat mashina, bittasi faqat pul bo'lsa, oldi sotdi qiladigan bo'lsa, tabiiyki bitta tangaga bitta mashina beradi. Chunki ikkalasini ham soni bir xil. Undan ko'proq tanga ham yo'q, undan ko'proq mashina ham yo'q. Endi vaqt o'tgandan keyin o'sha 10 ta mashinadan 5 tasi suvga cho'kib ketsa, ustiga daraxt tushib ketib qolsa, o'sha mashina 5 tasi yo'q bo'lib qolsa deylik. Endi bozorda nima bo'ldi? 5 ta mashinaga 10 ta tanga bo'lib qoldi. Bu degani mashinaga talab ko'proq bo'ladi. Mashinaning qadri ko'tarilib ketadi. Shunda bitta tangaga bitta mashina emasdi, ikkita tangaga bitta mashina to'g'ri keldi. 100% ga oshib ketdi mashinaning narxi. Teskarisi bo'lsa, mana kimdir tangasini yo'qotib qo'ysa, suvga otib yuborsa, tanganing soni kamayib ketsa, mashinaning qadri tushib ketadi. Endi bitta tangaga bitta mashina emasdi, bitta tangaga ikkita mashina ola olasiz. Bozorda shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Hozir biz bittadan ostrov orolcha to'g'risida gaplashdik. Lekin bitta bozorda umumiy hisobda xizmatlarni yoki tovarlarni soni ko'p bo'lgani uchun inflyatsiyani nazorat qilish juda ham qiyin. Juda qiyin. Bir xil aytishadi, narxlar oshib ketyapti. Pul bosib chiqarsa nima qiladi? Hammani pul bo'ladi, hamma narsani sotib ola oladi deb o'ylashadi. U juda ham kam foyda berib turadi, lekin holatni undan battar ko'rinishga olib ketadi keyinchalik. Yana ko'tarilishdi. Yana ko'tarilib ketadi. Mana holatda. Minishli krug bo'ladi. Tarvuz sotsam, tarvuzni men masalan 10 mingdan sotyapman-da. Odamlar tarvuzga puli yetmay qolyapti. Davlat masalaga eng pulni pul bosib chiqaryapti. Tarvuz olinglar deyapti. Tarvuz olish puli yetmayotgan bo'lsa, masalaga pulni davlat yana pul chiqaryapti. Endi davlat pul chiqaryapti-da, qarasa hammada pul bo'lib ketdi-da, tarvuz ishlab chiqarishga ham qarasa qimmat bo'lib ketadi hamma narsa. Hammada pul bo'lgandan Tarvuzga talab oshib ketadi, u narsa ko'taradi. Talab oshishdan emas, tarvuz ishlab chiqarish uchun ham ko'p pul talab qiladi. Masalan, u dehqon ham dori oladi, ekadi, suvga boshqaga pul to'laydi. Unga ham ko'proq pul berishni boshlayapti. To'xta deydi, men rasxodni ko'payib ketyapti, tarvuz narxini oshiraman deydi. Hamma shuni oshiradi. Dollar oshib ketyapti, narx oshiramiz deydi. O'zi inflyatsiya bo'lganiga oshiradi bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, eng katta rejalardan bittasi Markaziy bankning foiz stavkasi. Stavka refinansirovание deydi. Qayta moliyalashtirish stavkasi degan stavka bor bizda. Hozir adashmasam 13.5%, O'zbekistonda 14 edi. Yaqinda kamaydi, 13.5 ga tushdi. Bu nima degani? 13.5% dan bank, Markaziy bank tijorat banklariga kredit beradi. Keyin tijorat banklari olingan kreditni aholiga berishadi. Yuridik shaxs bilan jismoniy shaxs bilan berishadi. O'sha 13.5% dan kam bo'lmagan holatda. Agar kredit stavkasi qancha past bo'lsa, odamlar bankdan shuncha ko'p kredit olish boshlaydi. Bu tabiiyki bozorda pulni ko'payib ketishiga olib keladi. Shu boisku faqat pul bosib chiqarmaydi Markaziy bank. Agar stavkani standartdan pasaytirganda odamlarga bu juda ham past ko'rinsa, foiz, kredit foizi. Odamlar kreditni olishadi, mashina olib tashladi, biznesni ochib tashladi. Shunda bozorda pul ko'payib ketishi shu inflyatsiyaga olib keladi. Hech o'ylanmaydigan. Demak, bank o'zidagi pulni saqlab turmasdan xalqqa berib yuborsa, bu inflyatsiya olib keladi. Chunki u hali oborotga kirmagan pul-da. Oborotga kirmagan. Bizda o'zi pullarning ko'p qismi elektron pul. Hozir
misol uchun bizaga bir xillarni ushlab turgan sabab o'zi kredit bizni olmaymiz-ku, bir xil kredit foizi qimmat ekan, hozir olmayman deb turgan bo'lsa, teng baravar kredit foizini pastlatib tashlashsa, u borib kredit olsa, inflyatsiyaga sabab bo'ladigan narsa-da o'sha. O'shaning uchun Rossiyada yaqinda ko'tarib tashlash foiz stavkasini. O'zi balandligi ham o'sha inflyatsiya tomonidan ham qarzga boj foiz tomonidan ham odamlar uchun aslida foydali ekan. Foiz stavka baland bo'lishi qanchacha dars bo'lishi kerak. Asosan tadbirkorlik ko'p ololmaysiz. Foiz stavkani to'layapsiz, lekin foiz olmaysiz. Agar 10% to'laydigan bo'lsa, siz bojga xonangiz ko'proq bo'ladi, tadbirkorlik xonangiz bo'lsangiz, tadbirkorlik to'g'ri tomondan, lekin juda ko'pchilik qarzga o'tirib bunaqa holatlar ana o'sha o'rtani qidirib, foizni 0 ham qilib qo'yishmaydi, 100% ham qilib qo'yishmaydi-da. Shu o'rtani qidirishadi. Mana shu Asadbek aka fikrlarida bo'lgan odamlar bilan sizni fikringizda bo'lgan odamlar taroziga qo'yishadi-da, o'shani o'lchab turib, hozirgi kunda o'shani foizni belgilashgan o'sha narsa. Rossiyada urush boshlandi. Rublning kursi tushib ketdi-ku. Rubl kursi tushib, dollar oshib ketdi. Davlat mana foiz stavkasi bir narsalar deyishadi. Foiz stavkasi adashmasam 30%ligichami tushib ketib qoldi. Baland bo'lib ketdi-da. Odamlarni ipotekaga uylar olishgan-ku. Odamlar hisob kitob qilyapti, ipotekaga uyim deyapti, Dubaydagi uydan ko'ra qimmat tushib ketdi deyapti. Undan ko'ra men Dubaydan uy olsam arzon tushadi. Odamlar masalan 5 yil oldin uy olgan, to'lab kelyapti-da, foiz stavkasini oshirib olsa, вообще qimmat bo'lib ketyapti. Hozir uylar rosa o'shandan olishyapti. Endi hozir qanaqa bilmayman. 3-4 oy oldin вообще oshib ketdi. Shuni ikkinchi tomoni bor. Hozir biz kredit to'g'risida gaplashdik. Omonatlar bor-ku, bank tizimida. Bankka pul qo'yasiz, foiz evaziga pul qo'yasiz, sizga 1 yilda определенный foiz ustiga qo'shib beradi. Mana shu narsa ham xuddi stavka anaqa qayta mo'ljallash stavkasiga o'xshagan richag hisoblanadi. U ham agar katta bo'lib ketsa, inflyatsiyaga olib keladi. Chunki taymana bu tomonida hozir bu. Kreditni bu yoq tomoni. Kreditni hozir bu holatda, omonat holatida aholi bankka taqdim qilyapti. Hamma pulni bankka olib keladi. Foiz katta bo'lsa. Chunki bankka qo'yayotgan odam ko'proq foyda ko'radi bunda. Shuning uchun ko'proq berilgisi keladi. bu yana inflyatsiya yo'q. Naoborot inflyatsiya bo'lmaydi. yo'q. Bu qadar Pul olib kelardi. Baribir оборотda bo'ladi-ku pul olib kelganida. uni siz aytganingiz bo'yicha odamlar pulni bankka ko'proq olib bersa, kreditdan ko'proq olinadi desak, inflyatsiya oshadi. Odamlar ko'proq pulni olib berib, pulni qaytarib to'g'ri kredit olishmasa, uni deflyatsiya bo'ladi. Bozorda pul kamayib ketadi. Bozor pul kamaygan hisobiga, mahsulotlar narxi tushib ketadi. Pulni kamaysa. Deflyatsiya nimaligini bilaman, lekin hozir omonat foizini tushib chiqishini men mamlakatda bo'lyapti. Inflyatsiyaga ta'sir ko'rsatadigan omil bo'ldi, bo'lyapti, deflyatsiyaga emas. Deflyatsiya o'zi nimaligini bilaman-ku, lug'aviy ma'nosini, lekin omonat foizini ko'tarilishi yoki tushishi bunga o'xshab ta'sir qiladi deb o'ylagan. Ko'ramiz hozir yana. Xo'p, Bitta narsani bilaman, deflyatsiya bo'lgan odamlar kredit olmaydi, chunki tovaringiz vaqt o'tgandan keyin narx oshib boradi-ku, deflyatsiya bo'lganda. Tovarni urib sotmaslik kerak bo'lsa, aylanmay qoladi. Xo'p. Keyingisi bu tushunarli bo'ldi hammaga. O'zi ba'zilar bilar ekansizlar. Shunday bir narsani gapirsak, keyingisi inflyatsiyani sabablari. Nimalar sabab bo'ladi inflyatsiyaga? O'sha boya gaplashganimizdek, talab inflyatsiyasi, pul ko'payib ketishi, iqtisodiyotda pul haddan tashqari ko'p bo'lishi. Shu pul deganda hamma aktivlarni gaplashdik. Birinchi sababi shu, talab inflyatsiyasi. Xo'p, bunga shu misol tariqasida boya bitta orolchani gaplashdik-ku. Puli ko'payib ketish deganda, o'sha 5 ta mashina cho'kib ketsa yoki yo'q ketsa yoki odamlar yangi tillikonni topib, o'sha yerdan yangi tanga ishlab chiqarish boshlashsa, iqtisodiyotda pul ko'payib ketadi. Shundan keyin pulni qadri juda ham tushib ketadi. Xuddi bitta tanga, 2 tangaga bitta mashina yoki 3 tangaga bitta mashina olganga o'xshaydi. Bizda hozir Gentraga talab juda katta bolalar mashinasi deyishgani uchun Gentra Sony 15 million dollar qilib olishgan. Lekin o'zi aslida talab ko'p-da u yerda. Lekin o'zi aslida anaqa emas. O'zi narxi unchalik bo'lmasligi. Qonuniy o'tkazsa variantlar Muhammad Musa
Makkaga borganda tilla tarqatib yurganim uchun tillani narxini qadri tushib ketgan. Inflyatsiya ketgan. Inflyatsiya bo'ldi. Xuddi shu pul bosib chiqarganga o'xshagan narsada u yechim bo'lmaydi hech qachon. Hop, taklifning inflyatsiyasi bu tovar va xizmatlarning ishlab chiqarilishining narxi oshishi deyilibdi. O'zi shu ikkita asosiy sabab boya o'sha biz gaplashganimizdek yoki tanga ko'payib ketadi yoki mashina ko'payib ketadi. Bu yerda mashina misoli taklif inflyatsiyasiga to'g'ri keladi. Tovarga, pulga o'sha tangalar to'g'ri keladi deb. Hop, taklif inflyatsiyasida talab ko'p bo'lsa ham bu yoqda xarajat baland bo'lgani uchun narx kamaymaydi, oshaveradi. shunaqa. Yo'lda to'g'risi. Hop, sabablari umumiy hisobda o'zi shunaqa bo'ladi. Yana boshqalar ham bo'lishi mumkin, lekin hozircha ikkitasini o'rganamiz. Hop, endi inflyatsiyani oqibatlari. Nima inflyatsiya bo'lganda davlatda qanaqa oqibatlarga olib kelishi to'g'risida gaplashamiz. Birinchisi moliyaviy taqsimotda buzilishi. Bu o'zi tabaqalanish bo'lsa agar davlatda tabaqalanish yana kuchaytiradi degan narsani o'qidim. Kambag'allar battar kambag'allashib ketadi. Boylar to'g'ri talafot ko'radi, lekin kambag'allarchalik talafot ko'rmaydi. Chunki kambag'al qatlamni asosiy pul sarflaydigan narsasi shu o'zining asosiy ehtiyojlari. Ba'zi ehtiyojlari, yashashi, uyi, dori-darmoni bo'lishi mumkin, ovqatlanishi bo'lishi mumkin. Xullas, inflyatsiya to'g'ridan-to'g'ri mana shu narsalarga ta'sir qilgani uchun eng qattiq vaziyat chekadigan qatlam kambag'al qatlam hisoblanadi. Chunki kambag'al qatlamda boshqa aktiv yo'q. Qo'lida faqat davlatni anaqasi bor. Valyutasi bor, davlatning puli bor. Qayerqa pul ishlatsa ham o'sha qo'lidagi davlat pulidan ishlatadi. Bu nima degani? O'sha bir oyda 10 million pul topdi deylik, oddiy odam. Условно 10 million pul topdi. O'tgan oyda 5 million yashab qolyotdi. 5 million misol uchun ta'limga ajratyapti, qolgan 5 millionni inflyatsiya hisobiga keyingi oyda faqat 10 millionini asosiy talablarga ishlatadi. Ta'limga umuman pul ishlatolmay qolishi mumkin. Agar boy qatlam bo'lsa, unaqa muammo kelib chiqmaydi boy qatlamda. Uni boshqa aktivi bo'ladi, misol uchun boshqa davlatlarning valyutasi bo'lishi mumkin, viza kartasi dollar bo'lishi mumkin, Yaponiya dollari bo'lishi mumkin. Bir gaplashib o'taysinlar, mana aksiyalar to'g'risida gaplashganimizda so'mma inflyatsiyasi 30% deb men. So'mga 30%. Benzin narxini hisoblovga esinglar. Lekin hozir ofitsialniy bo'yicha inflyatsiyani 9-8% men yozibdi 23-yilga. 8% o'ylaydi, ishonish topilsa. Men tushunmadim, ofitsialniy ishga yozibdilar. Unaqa bo'lishi mumkin. So'lovdi, benzin narxida Bitta mahsulot. endi biz bu primerlarda chunki hamma ishlatadi. Endi misol ko'rsatish uchun chunki ana haqida mavzu edi. Investitsiya haqidagi mavzu edi. Sog'liqdan kamayasiz. O'shanda Yo'l sog'lig'i ham shu yoqqa qo'yilgan. Benzin ichida o'tiradi soliq. O'zim soliq deganingiz esimga tushib qoldi. Bitta narsa eshitdim. Inflyatsiyani deydi ko'zga ko'rinmaydigan soliq deydi. Davlat tomonidan belgilanmagan soliq deydi. Davlat tomonidan belgilanmagan soliq. Daromadingizni bir qismini kesib ketadi. оборотda turmasa, o'zbekiston olib qo'yganmiz endi. Lekin xususiy aktivitsa markaziy bank stavkasi 13.5% bo'ladigan bo'lsa, demak inflyatsiya past bo'ladi. Chunki markaziy bank inflyatsiyadan ko'ra asoq stavka belgilamaydi hisosan. Yani onu şu ne çünkü sorundan past bo'lishi kerak. 13.5 bo'lsa, demak inflyatsiya past. Markaziy bank stavkasidan inflyatsiyaning iloji bo'ladi taxminan. Lekin men ishonmadim unaqa past foizga to'g'risi. Bizda bizda aniq 20dan baland bo'lamiz. Chunki dollar inflyatsiyasi 8% bo'ladi o'sha. 5-8%. 20dan baland bo'ladigan bo'lsa, markaziy bank 20dan baland bo'lishi kerak-da. Hozir chunki davlatdan pul bergandan keyin o'zi qaytarib olganda zararga ishlamaslik kerak. Tijorat bankisi 13.5% beryapti. 1 yil ichida 20% qadrsizlanyapti. Sizga kelgan pul o'sha 10.5 belgilaningiz, yilga 20 hisoblan 7% zararga o'tkazsa, standart bo'ladi. Davlatdan markaziy bank xullas mamlakat misol aytmoqchilar Bahodir aka, bank misol uchun bitta odamga 100 ming so'm berdi kredit. O'shani foizi misol uchun 15%. 15% ga 15 ming qo'shib berish kerak-ku oxirida 100 ming so'mga. Endi o'zi inflyatsiya 20% bo'lgan joyda u 100 ming so'm 1 yildan keyin 80 ming so'm qadrichalik bo'lib qoladi-da. Bitta narsa sayyon kelib qoldi. U
aytayotgan 13%, bu Markaziy bank tomonidan berilgan taklifmi shunaqada, lekin hamma bank bunaqa bermaydi. 13% dan baland. Bankka Markaziy bank boshqa banklarga shu foizni beradi. Ha, Markaziy bank shu foizni beradi, lekin boshqa banklar unisi yo'q. Boyagi 20%lar, 18, 19, 24% bo'lib ketganmish. Qattiq foizlar bor, 30% ham bor. Agar 20% bo'lganda, hozir banklar 20%, agar inflyatsiya 20% bo'lganda, banklar kredit 20% bera olmas edi. Kam 30% beradi, o'zi foydasi bilan. Ya'ni inflyatsiya balandligiga ishonaman, lekin 12 ni atrofida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dollar kam 5%, so'm bilan dollar farqi chiqib turibdi. 5 barat 5 imaningni gapirgan 5 Keyingisi jamg'armalarning qadri tushishi. Boyagi tepadagi sababga qo'shsak, tepadagi oqibatga qo'shib ishlatilgan bo'lsa, oddiy qatlam kambag'al qatlamni qo'lida faqat so'm bo'ladi dedik-ku. Xuddi o'sha so'mga yig'ib qo'ygan yastig'ini puli, kimgadir bergan qarzi, o'sha milliy valyutadagi qarzi anaqasi tushib ketadi, qadri tushib ketadi. To'planib odamlar tovar olishni boshlaydi. Shunaqa. Borib barter tovar olish deganda o'sha eng yaxshisi bizda nima? Tillada. Tilla yoki uy. Mashina qo'shadi, mashinani G'ishga chiqarib qo'yishadi mashinani. Biz ko'rganmiz, o'sha eski mashinalarni yangilarini olishadi-da, Nexia'larni, Jiguli'larni, yana g'ishni 4 balon tagiga chiqarishadi. Qo'yib turib, balon ham chirib ketmasin deyishadi-da, ustini yopib, garajga tiqib, necha bir yil o'tgandan keyin fimni sotishadi. Realitet mashina qilishadi. Shunaqada bor, shunaqa odamlar bor, ko'rgan Opshadi. Yo'q, qanchadir vaqt o'tgandan keyin shunaqa mashinalar kamayib ketadi-ku. Mana inflyatsiyani gaplashamiz, taklif kamayib ketgandan keyin u narsaga bo'lgan narx ko'tarilib ketadi-da. Taklif inflyatsiyasi bo'ladi deb o'tdi. Tikoni ishqibozlar bo'lmasa kerak. Sen shu qilib o'ylaysan. Niki bordi? Shu mana misol uchun men Jetran ishqibozlari yo'qdir deb o'ylashim mumkin, lekin Jetran ishqibozlari bizda ancha-muncha ko'p-da, O'zbekistonda, ayniqsa Toshkent. Taklif kamayib ketadi, shu paytga borib, mana misol uchun ertaga 50 yil o'tadi, Ziyod, ko'chadan umuman Jiguli ko'rmaysan. Misol uchun aytaman-da. Sen bilan menga o'xshagan bolalar biz yoshligimizda shunaqa mashina bo'lardi. Pulimiz ko'payib ketsa, balki o'ncha mashina olib qo'yarmiz shu mashinaga. Narx qimmat bo'ladi. Retro bo'lish uchun bir 30 yil, kamida 30 yil. To'g'ri, aqlli investitsiya emas mashina olib qo'yish, lekin investitsiya hisobida bo'ladi-da. Chunki u yonib ketish ehtimoli bor. Yer qimirlash bo'lsa, tomini bosib qolishi mumkin. O'g'ri o'g'irlab ketishi mumkin. Lekin shunaqada jamg'arma sifatida ishlatsa bo'ladi-da uni ham. Xullas, bitta yana oqibati jamg'armalarning qadri tushib ketishi. Keyingisi iqtisodiy noaniqlik. Bu iqtisodiy noaniqlik o'zi shunaqa bo'lishi aniq u, hamma bilib turibdi, lekin biznesmenlar ana shu narsaga qaraydi. Hozirgi holat bo'yicha inflyatsiya oshib ketursa, bu yerda men biznes ochishim невыгодно ekan deydi. O'shaning uchun shu boy bo'layotgan, lekin odamlar pul yig'may qo'yadi. Pul yig'may qo'yish ham mana shu iqtisodiyotga qarab bo'ladi-ku o'zi. Iqtisodiyotimiz qanaqa hozir? Nestabilniy bo'lsa, nestabilniy o'zbekchasi Stabilni. Turg'un. Muvozanatda bo'lmasa, xullas biznesmenlar ham biznes ochmaydi, investitsiya O'zbekistonga investitsiya kirib kelmaydi-da. Mana chet ellik investor qachon O'zbekistonga pul investitsiya qiladi, o'zini pullarini himoyalangan, inflyatsiya foizi past yoki korrupsiya yo'q davlatga investitsiya qilgisi keladi-da, maksimal foyda olish uchun. O'sha Singapurmidi? Singapur rivojlanishida eng katta anaqalardan bittasi investitsiya bo'lgan-ku, chet eldan investitsiya olish. O'sha investitsiya olishini sababi, odam investitsiya berishining sababi boshqa davlatda korrupsiyani yo'liga bo'lgan. O'shaning uchun sudyalarning oyligini katta qilib tashlagan, korrupsiya anaqa bo'lmasin, pul olmasin deb. Korrupsiya bilan shug'ullangan odamlarga qattiq jazo bo'lgan. Hozir Xitoyda o'ldirishadi, hech narsami? Islohdan so'raysiz, bilmayman. Xitoydamidi, Koreyadamidi? Qattiq qarashadi, lekin chunki iqtisodiyotni oyog'iga bol uradigan narsa bu korrupsiyada. Korrupsiya. Hamma narsani to'g'ri qilsa ham korrupsiya bo'lsa, Sha. Kredit qiymati. Bu boy Bahodir akam aytdilar-ku. Berib qo'ydingiz 20% bilan, lekin bittada inflyatsiya ko'tarilib ketib qolsa, ana odamsizga pulini qaytarib berganmi, siz unga payt kelib bergan pulingiz nima deydi?
qadri bo'lmay qoladi-da. 100 ming berdingiz, 115 ming qilib berdi. Lekin 115 ming anaqasida emas, qadrida emas, u bir 50-60 ming bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Inflyatsiya o'sib ketishi kredit olgan odamga yaxshi. Chunki u o'sha belgilangan pulni beraveradi, lekin bir qadri bo'lmaydi u pulning. Olgan odamga foyda, lekin bergan odamga zarar. Misol uchun kimdir berdi, inflyatsiya bo'ldi, pul juda ham qadrsizlanib ketdi. Bergan odam katta zarar ko'radi. Chunki u bergan paytda bergan puliga ikkita mashina sotib olish mumkin edi. Berib bo'lgandan keyin inflyatsiya bo'ldi, u bergan puliga ikkita mashina olib tursin, bir mashinani 4 ballondan ham sotib olsa bo'lmaydi. Giperinflyatsiya bo'ladi, buni yana gaplashamiz. Xo'p, Foizdan o'zi yaxshi lekin kredit berdi, inflyatsiya bo'ldi, 1% yana oshiradi. Yaxshi bo'lmaydi. Emas, bu aytganimdek Rossiyada. bu shartnoma-ku. Rossiyada aytdim, Rossiyada mana bo'lyapti. Odamlar ipotekaga uy olgan. Ipotekani kredit farqini to'g'risini tushunmayman. Ipotekaga uy olgan odamlarni uyi qimmatlashib ketyapti-da, ipotekasi. Oyiga shu yilga qancha to'lash. Odamni nolivga tushgan. O'zi ham tursa nolimas. Mani bilishim, kredit shartnomasida, ipoteka shartnomasida ham belgilangan summalar bo'ladi. O'sha paytdagi foizlar hisob-kitob qilib turib, har oylik to'lanadigan pulni jadvalni qilib bergan bo'ladi. Mana oyda buncha. E'tibor bersanglar, Oshib boradi. yo'q, kamayib boradi. Chunki inflyatsiyada sen pulingni ko'proq qismini lobbiroq olganing senga foydaliroq, boshqa qilib ketasan. Inflyatsiyani hisobiga qadrsizlanib borilmaydi. Shuning uchun kredit shartnomalarida misol uchun birinchi oyiga 1 million qaytarasan, ikkinchi oyiga ham 1 million, uchinchi oyiga 900 ming qaytarasan, to'rtinchi oyiga 800 ming qaytarasan deb, oxirida eng kam puli oxirida bo'ladi, oxirgi oylarda bo'ladi. Chunki kattaroq qismini voqli yig'ib olgani foydaliroq-da unga. Boshqa qilib sarflaydi. Chunki unda qolgan pul san qo'lingda emas-ku. Inflyatsiya ta'sir qilsa, senga yomonroq ta'sir olib keladi. Lekin 900 mingga inflyatsiya ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi, 1 millionga nisbatan kamroq ta'sir qiladi. O'shaning uchun borgan sari kamroq pul qoldiradi oxiriga kredit shartnomalari. Siz gapirmang. Yo'q. Naborot kamayib boradi. O'zim ko'rganman qo'limda kredit shartnomasini. Boshida eng katta to'lanadigan puli boshida bo'ladi. Xo'p, bular bo'yicha savollar taklif qilaman, men fikrlar. Yomon bo'pti. Pastidan ketyapti. Yo'q, anaqa qo'yayotgan ketib alashtirib qo'ymayman. Men bunga anaqa qo'ymayman, motion qo'ymayman. Oxiriga ancha. Kishilar joyida bu bor. Bonus ismiydi bu. Xullas, inflyatsiyadan qanaqa himoyalansak bo'ladi bizga oddiy xalq? Tepada ishlash kerak emas. Xo'p, mana birinchisidan kelaveramiz. Investitsiya qilish. Buni hamma tushundi. Asosiy 4 ta narsaga bo'lish mumkin investitsiya qilishni. Birinchisi uzoq muddatli aksiyalar. Davlat obligatsiyalari bo'lishi mumkin yoki qanaqadir qanaqadir Apple aksiyalarini sotib olish mumkin. Ana o'sha uzoq muddatli aksiya hisoblanadi va bu agar tashqarida bo'lsa zo'r. O'zizani davlatda bo'lmasa zo'r tomoni, chunki inflyatsiya bo'lgandan keyin o'sha davlat ichidagi barcha tovar va xizmatlar o'sha davlat valyutasi bilan o'lchangan bo'ladi-ku. Ta'sir qilish ehtimoli bor baribir o'sha davlat ichida bo'lsa. Ikkinchisi ko'chmas mulk. Real estate deyapti. Anaqa. Ko'chmas mulkka o'shanga men bilaman, yoshligimizdan beri hech uylar narxi tushmaydi pastga. Uylar narxi faqat ko'tariladi. O'shaning uchun mashina yoki nimadir olib qo'ygandan ko'ra, puli bor odam hech kim uy olib qo'ygani yaxshi. Endi bizdagi oddiy xalq puli mazina bo'lib qolibdi, uy olib qo'ying, inflyatsiyadan himoyalanadi deya olmaymiz. Shuning uchun bizga eng yaxshi variantlardan bittasi mana 1/3-da yozilgan oltin bilan kumushni yozdim. Endi qimmatbaho metall bu yerda. Misol uchun dollar olishimizga, oltin olishimizga, tilla olishimizga ko'pchilik qurbimiz yetadi. Izdilik hisobida $65 bo'lardi. Hozir qimmatlab ketgan bo'lsa ham kerak. O'sha taqimcha ko'rinishida olsangiz 1 tillani grammini o'rtacha $65 dan sotlashardi bozorda. Anunda ko'rdim. 535 prova. Ha, shunday. Anunda ko'rdim. Endi uni olish aqlli bo'lmasligi mumkin. Keyinchalik sotishga qiynalib qolasiz. Tayyor narsa. Shuning uchun bilsanglar bankdan sotuvga chiqdi. Tilinglar qo'yinglar. Qolmabdimi? Hozir topsholmayman. Kecha so'ragandim o'sha. Endi balkim bo'larmikin. Mana 7 million 170. 5 grammligi esa 99.9% esa 7 million 170 mingga.
Eng kattasi 100 gramm ekan. 143 million 409 ming. Buni olsangiz, ertaga sotadigan odamimiz ko'p. Zargarlar ham tilla oladi по-любому yoki bank o'zi ham qaytarib Bank o'zi ansonga ochmasa, endi ochmasa bank o'zi shundoq qaytarib oladi. Anaqasi bor. Etiketkasi bor. Ochmasa bank oladi. Zo'r tomoni, mana bank tomonidan beriladigan tilla quymalarni xuddi dollarga o'xshab bu ham o'sib boradi. E'tibor bersanglar hozir tillani yaqin orada anaqasi bo'lmagan, sifat bo'lmagan, pastga qarab qadri tushmagan. 200 yillar bo'lgan. Chunki anaqada tilla Har doim kamyapti. Qur'oniy pul birligida. Har doim kam. Bu lekin hozir tushdi bir 7 million 400 7 million 500 chiqdi, orada tushdi. Lekin masalan mart oyida 6 million 206 million 307. Fransiya ko'tardi. Mana. Buni misol uchun pulimiz bo'lsa, ikkita oy yig'ib turib yoki bitta oy pulimiz bo'lib qolsa, topsa emas 5 grammlik tilla olib qo'yganmiz, vyigidniyroq deymiz. Amerikani mail qo'shganida, linka adashmasam hajmini bilmayman qanchaligini. Biz bittasini qo'yganda 1 kilo bo'ladi. 1 kilo bo'ladi. Ular shunga ikkitasi senga 100 yevro yaxshi uy olib bera olardi deydi. Keyin shunga ikkitasi hozir ham senga zo'r uy olib bera oladi deb yozgan edi. Tillani kuchi-yu, Tillari kuchi. qadrini yo'qotmasligini ko'rsatib berganda Inflyatsiyaga uchramaydi. Shunaqa. Chunki boya biz gaplashdik-ku, Orolda tanga bor, moshina bor. Tanga ko'payib ketsa, tanganing qadri tushadi yoki yengi topib olishadi, yer qazib yoki boshqa narsalarni soni tushib ketadi. O'shanda tangani soni ko'payib ketadi. Tilla unaqa bo'lmaydi-da. Ham kam yo'q. Lekin biz katta o'rinda turamiz, teparoq to'porilib turamiz, aniq qazib olish bo'yicha. Oltin qazib olish kerak bo'yicha undan ko'proq qazib olish sal kam pastroq. Zaxira bo'yicha Zaxira bo'yicha. Endi ertaga men o'ylayman, mana shu zaxiralar baribir tugaydi-yu. Bu narsa tugaydigan narsa-da. Foydali qazilmalar deydi. O'sha narsa tugagandan keyin bu vashiblikka chiqsa kerak-ki. Sotish bo'yicha undan ham amalroq. Sotish eksport bo'yicha. Hop, keyingisi xom ashyo va materiallar. Bu tovarlarni ham yozdim. Hop, qanaqa misol betsam bo'ladi? Misol uchun oddiy bu panellar bor-ku, bizdan atrofidagi qora, oq, obshivati bo'lgan narsalar. Mana o'sha narsani ishlab chiqarish uchun ular plastikat degan narsa bor. Unda mana qora paketlarimiz, ruchkali paketlarimiz chiqargan granula bo'ladi. Dumaloq, qo'yi xo'maloqqa o'xshagan narsa bo'ladi. O'shandan ishlab chiqarishadi. Qozonga tashlab, eritib, o'shani bir list qilib chiqarishadi. O'sha xom ashyo sifatida. Bu nimaga aytyapman? O'sha narsaning narxi ham odatda yaxshi yuradi. Agar o'sha narsa bilan shug'ullangan odamlar ham xom ashyoni sotib olib qo'ysa bo'ladi-da. Ya'ni mana shu sohada ishlaydigan odamlar bo'lsa, balki ko'proq qilib qanaqadir xom ashyoni sotib olish mumkin. Keyinchalik kattaroq pulga sotaman. Shu ham investitsiya sifatida qaralishi mumkin. Ford kitobini o'qidim. Fordda avtobiografiyasini o'qiganimda, Ford ham katta zavod bo'lib ketgan paytida mashinaga imkoniyati bo'lgan ekanda, butun sohada metallarni sotib olib, metal narxini oshirib tashlab, o'zi metal bo'lgani uchun, masalan, mashinasini o'zinikini arzon qilib, qolganlarini qimmatlashtirib yuborish. Katta kompaniyalarni qurib yetadi, bozordagi xom ashyoni katta qismini o'ziga olib qo'yib, xom ashyo qilib zaxiraga solib qo'yishga qurib yetadigan kompaniyalar bor. Ba'zi kompaniyalar shu bilan shug'ullanib, glavniy anaqasi shu bo'lib ketib qolar ekan. Anaqasi nima deydi? Foydasi. Tavaridan ko'ra, xom ashyoni zaxira qilib, uni foizi oshgandan keyin sotish glavniy anaqa foydasi o'tib ketib qolar ekan. Chunki masalan, olib qo'yadi, bozorda 100 kilo paxt, masalan, temir bo'lsa, 100 kilo temir bo'lsa, 80 kilo temirni o'ziga olishga qurib yetsa, по-любому bu o'ziga olib qo'ygandan keyin katta qismi narxi oshadi. Narxi oshadi, iskusiy narxini oshiradi. Iskusiy narxini oshirib turib, keyin 80 kilo sekin-sekin sotish boshlaydi. Bu yoqdan o'ziga ham ishlatib turadi. Ford aytgan, men bunaqa qilmayman degan, chunki angarlarim to'lib ketyapti, mana shu narsadan to'lib ketadi. Bu katta nima deydi? Uzoq muddatda yaxshi narsaga olib kelmaydi. Men bilaman, shunaqa kompaniyalar bor. Faqat shu bilan foydaga o'tib ketgan, faqat shu bilan shug'ullanishib o'tib ketgan. Ford aytganki, ma'lumotchi tushgan paytida arzonlarga olaman, qimmat paytida qimmatga olaman, baribir
umumiyga qilib ketganda 1 yil ichida baribir bu примерно o'rtacha bo'lib ketadi degan. Biznes shunaqa degan. Masalan, qaysidir yili qo'rqib ketish, pastga narxing, xom ashyoing qimmat bo'lib ketishidan qo'rqib, biznes qiladigan bo'lsang, biznes qilmagin deganda, biznesda qaysidir yil, qaysidir oy baribir minusga kirasan, qaysidir oy baribir plyusga kirasan degan. Masalan, bir xil bor ekan shu kompaniyada. Faqat xom ashyoni orqasidan foyda qiladi, keyin o'zini tovaridan qiladi. Masalan, Og'irlik qimmat sotadi deysan-da. qila oladi, qurib yetsa 80% masalan 50% katta foizini olsa, по-любому qimmatlashadi bu tovar. Qolmaganlar. Yo, bozorda kamagan narsa narxi qimmat bo'ladi. Dollar misol gapirasiz. Keyin o'zi qimmatlashtirib, o'zi sotyapti. Искусственный qimmatlashtirib, o'zi sekin sotyapti. Ashanalar bor ekan. U lekin yaxshi praktika emas. Yaxshi narsa emas. Ekonomikani, umumiy ekonomikaga yomon ta'sir ko'rsatadi. Raqobat. Monopol bo'lib qoladi lekin biznes. Diversifikatsiya. Tiliga qiynalib vosita. Diversifikatsiya bu nima? Bu birinchi punktda ko'rsatilgan investitsiya turlariga bo'lib investitsiya qilish. Don't put all eggs into one packet. Bitta anaqa roman nimadir o'qigandik maktab paytida, bittasi uchib qoladi, suv joyiga uchib qolib qolib ketadi, xullas shu anaqada o'rmonda qor bo'ladi hamma yog'i. Bitta dona quti gugurtini bo'ladi. Bitta quti gugurtini qog'oz yirtib, 3 ta qog'ozga alohida boylaydi. Bittasini cho'nchagiga, bittasini ko'yligini cho'nchagiga, bittasini etigiga solib qo'yadi. Hayotga o'xshamda. Anaqa. Jack London she'r bo'rini tishlab o'ldiradigan. O'ylaydiki, hozir oyog'im suvga cho'kib ketsa, hamma gugurtim o'tda bo'lsa, ichiga suv to'ladi, gugurt yonmaydi deb o'ylaydi. Endi o'zini nimalarlari bor. Biraz anaqa shu. Ma'no shu. Agar mana misol uchun birinchisi shu uzoq muddatli aksiyalar nimadir bo'lsa, kompaniya yopilib ketib qolsa, 100% hamma pulingizni kompaniyaga qo'yib qo'ysangiz, u bankrotga yo'nalib qolsa, bo'ldi, hech narsasiz qolib ketasiz-da. O'shaning uchun aktivingiz 100% bo'lsa, mana shu narsalarni 3tasini tanlab turib, qaysi birida kattaroq foyda bo'lsa, bo'lib qo'yish kerak-da. Risk taqsimlash. O'sha bitta narsaga qo'yish riskovanniy bo'lishi mumkin. Qisqarib aytganda shu. Eng boylar mana shu narsa ishlatadi. O'zlari haqiqiy boylar bor. Baxtlar, boshqalar shu ming xil joyga tikib qo'yganlar. Hech qachon yutqizmaydi. Pensiya hisoblanishida Uchinchisi bor, bu byudjetni boshqarish va xarajatlarni nazorat qilish. Bu o'z inflyatsiya bo'lmasa qilinishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman men. Hamma odam o'zi uchun. O'zi qancha daromad olaman oyiga va qaysi turdagi xarajatlar ketyapti. Ko'ngilochar narsalarga, yeb-icharga ko'p ketkizyapmanmi yoki o'zimga investitsiya qilishga ko'p ketkizyapmanmi degan narsa bor. O'zi men investitsiyaga yana bitta punkt qo'shish kerak edi. O'ziga o'zi investitsiya qilish. Hozir bularni, xuddi o'sha. Bularga investitsiya qilsangiz, siz soft skillingizmi, hard skillingiz oshib qolmaydi. O'ziga investitsiya qilsangiz, keyinchalik davlatda giperinflyatsiya kuzatilgan paytda immigratsiya qilish oson bo'lishi mumkin-da. Chunki misol uchun qo'pol qilib aytganda Amerikaga ko'chada bakalavriat yuradigan odam kerak emas. Green card o'ynasa ham, professiyasi desa, bakalavriat yuradigan odam. Va qaridi, bu hozir Amerikaga kelsa homeless bo'ladi deydi. Korobkada uxlab yuradi. Undan kadr chiqmaydi deydi. Investitsiyani o'ziga qilsangiz, misol uchun o'sha odam o'ziga investitsiya qilsa, zo'r trader bo'lsa yoki zo'r qanaqadir finansist bo'lsa, bankir bo'lsa, Green cardni ham mana shu o'ylayman, algoritmi bor. Davlatga kerak odamlarni, davlatga kerak professiya sohiblarini chaqirib oladi, o'ziga. Shuning uchun o'ziga investitsiya qilish muhim. o'z Amerikada Green carddan boshqa bizneslarni bor. Iqtidorlarni saqlash deganlarni uchun o'zimiz sohasida zo'r mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, investitsiya qilish imkoniyati yaratdi. Tushunarli shu. Dubay yana past fuqaroligini Olimpiada chempion bo'lsa, boshqa bo'lsa, Dubay fuqaroligini olsa. Emas masalalar olam Nobel olsangiz masalan любой davlat sizni fuqaroligini beradi. Hozir menga shunaqa fikr kelib qoldi, sizlar ham o'ylab ko'rsangiz. O'ziga o'zi to'g'ri investitsiya qilish hech qachon zararli bo'lmaydi. To'g'ri investitsiya qilish kerak-da. Endi u ham bilish qiyin-da, to'g'ri nima masalan programmistlik o'qiyotsan
Tap AI chiqdi, programmistlik umuman ko'makga boshqa bo'ldi. Masalan, misol yoki boshqa san nima deydi? Xonachilik yo'q bo'lsanda, kutubxonachilik yo'q bo'lsa, Audio knigu belki. lekin senchiki siz aytgandek birovga yangi narsa chiqib eskini tubdan o'zgartirib tashlash qiyin. To'g'ri. Bitta odam umriga kamlik. Bunaqa narsalar bo'lgan. Yo'q. Sanoat inqilobi bo'lgan. Sanoat inqilobi ham aka oddiy odamlar aziyat chekkani, misol uchun olimlarga sochonlik surakashgan. Sanoat inqilobida ham olib qarasiz tubdan o'zgarib ketganga o'xshaydi, tez bo'lib ketgani uchun. Lekin o'zi aslida sekin-sekin bo'lib kelayotgan narsalarni katta hajmda bo'lib kelgan ketishda. O'zi o'sha ta'sir qilganlari oddiy odamlar bo'lganda, yana misol uchun bolg'a bilan 4 ta mix qoqish bo'lganda, sanoat inqilobi kirib kelgandan keyin 4 ta mixga mashina qoqdi. O'shandan keyin hech nafa qilib qo'yishgan. Qo'zg'olon bo'lgan, boshqa bo'lgan, debat bo'lgan. Shu bolg'a bilan qoqqan odamlar ishini bilmasdan. Shunaqa. O'shaning uchun bolg'a bilan mix ixtiro qiladigan odam bo'lish kerak-da. Shunaqa. Ishlatilgan emas. Mana shu yevreylar zo'r bo'lib ketgani, yevreylar har doim qayerga borsam yo'lib topib ketishini sababi yevreylar bitta hunari bo'ladi. Qayerga kitob o'qisa ham, istoriyalar o'qisa ham, yevreylar bitta hunari bo'ladi. Yo zargar bo'ladi, yo ko'shto'z bo'ladi, yo bitta kiyim tikadigan bo'ladi. Qayerga borsam shunaqa tirik qolib ketaveradi. Yevropada ham yevreylarning xushchaqligi sabab hunarmandchilikni yaxshi bilgani u. Qayerga borsa o'sha hunarni eng zo'ri yevrey bo'lganda, yoki ichi bo'lganda shu hunarni orqasidan kun ko'rganda ular. Ularni hech kim qidirmagan yoki yoqtirishmagan. Bor anaqa shu hunardan bo'lgan. Hunarli odamni men yomon ko'rsam ham ishi tushadi deb o'shanga. Siz yomon ko'rsangiz podsholarga xizmat qilgandingiz. Shu hunar degani ham o'ziga o'zi investitsiya qilish degani. Qayerga borsa ham kerak bo'lgan shu yevreylar shano. Hamma yoqqa yomon ko'rsa ham qo'lida hunari bo'lgani uchun, hammaga kerak bo'lgani uchun shimlik tegmagan. Gitler ham yevrey haydovchi bo'lgan ishadi. Shunchalik yomon ko'rsa ham o'ldirmaydi. Hunari yaxshi. Eshitmagan xizmat qilish. Tushunarli. Yes. Endi bonus qismlariga o'tsak ham bo'ladi. Hozir gaplashgan mavzularimiz aksariyati kutilmagan inflyatsiya. Kutilmagan inflyatsiya bu boya ziyod debdi-ku. 100 kilo metal bo'lsa 80 anaqasini sotib olish. Shuni sal boshqarog'i bizneslar yoki aholi ma'lum bir narsalar narxini ko'tarilishini kutadi. Ko'tarilib ketmasdan olib qo'yaman deb hamma narsani sotib oladi. Bu tabiiyki bozorda o'sha narsani kamayib ketishiga olib keladi va inflyatsiya tezroq yetib keladi. Misol tariqasida men o'ylayman, tepani oshib ketadi, yengil yaqinlashyapti, tepani qimmatlab ketadi. Misol uchun, yoki mandarin qimmatlab ketadi. Hozir tezroq olib mazliga solib qo'yaman-da, keyin olib yeymiz deb o'ylayman. Endi malaka juda ham mizerniy ta'sir qiladi, lekin ko'pchilik shunaqa o'ylab turib, tezroq mandarinni sotib olsa, vaqtliroq sotib olsa, mandarinni qimmatlashishi tezroq yetib keladi bizga. Misol uchun 30-dekabr kuni qimmatlashi kerak edi. Biz qilgan ishimizdan keyin 15-dekabr kuni qimmatlashib ketadi. Самоисполняющийся пророчество degan narsa. Self prophecy. Self-confirming prophecy. Короче, shunaqa bo'ldi, haqiqatdan shunaqa bo'ldi. O'tgan yilmi, 2 yil oldin, qo'g'irchoqchi biznesmen aka boru, kim bilmayman, o'yinchoq sotadigan biznesmen. Kim? O'sha Instagramda chiqib, adashmasam o'sha yerda Instagramda chiqib, tilla oshib ketyapti, tillar narxi oshadi. Tillar narxi oshish kutilyapti, tillar olib qo'yinglar deb hamma yoqqa tarqalib ketdi. Hamma qotillar, kampirlar hammaga bordi, короче, Instagramdan boshqa hamma bir tarqab tillar olib qo'yinglar, tillar narxi oshib ketadi dedi. Hamma tillar oldi, rostdan oshib ketdi. Tillar boshqa baland bo'lib ketdi. Juda ko'tarilib ketdi tillar. Oshishi uchun ko'pchilik sotib olish kerak-da. Misol uchun ikkita odam olib sotib olsa ta'sir qilmaydi-da. Bozorga ta'sir o'tkazish uchun ko'proq odam sotib olish kerak. Kutilmagan inflyatsiyada mashina aytadi. O'zi odam misol uchun bilib turadi, qimmatli deb, ana o'shanda sotib olinsa qimmatlab ketadi. Xom ashyolar ham o'shanga ketadi mana biznesdagi. Mana granula misolida gaplashdik-ku, ertaga qimmatlab ketadi, ko'p olib qo'yish aslida qimmatlab ketishiga ham sabab bo'ladi. Chunki siz qo'lingiz bilan o'sha tovarni bozorda kamaytiryapsiz-da. Hop, deflyatsiya. Boya hozir keltirib, deflyatsiya inflyatsiya teskarisi. Asadbek, tushunchangiz bo'lsa kerak, anaqa. Xullas, umuman teskari tomoni inflyatsiya.
pulni xarid qobiliyatini ko'paytirishi. Misol uchun siz bugun 100 so'mga bitta qurt olotgandingiz, ertaga 100 so'mga ikkita qurt ola olasizda. Chunki pul bozorda kamayib ketgan. Pulni qadri oshib ketgan yoki qurt ko'payib ketgan bozorda. O'sha hisobiga o'zi aslida deflyatsiya ham yomon narsa. Deflyatsiya ham yomon narsa. Bu Yaxshi narsa emas. yo'q. Agar yaxshi narsa bo'lganda Markaziy bank qo'llaydi-ku bu inflyatsiyani. Nolga tushirib qo'yardi inflyatsiya. Bu tabiiy deflyatsiyaga olib keladi. Ha. Rosti kalsam iqtisodiy o'sish bo'layotgani uchun deflyatsiya bo'lishi mumkin. Deflyatsiyachi mana bunaqa narsa-da. Qanaqa tushuntirsan? pul oshib ketadi. Bozor xarajat qo'yganingizda pul qismi oshib ketadi. Faizlar kamayib ketadi. Barmas sotib beradi. Ana qara go'sht Yo'qchilikga o'xshagan narsa. go'sht 100 ming tushdi-da. Deflyatsiya hisobiga sen 90 mingga sotishing kerak, 10 ming zarariga. Unda biznesmenlar quliydi. Biznesmenlar quladi degani vaqtinchalik yaxshi ko'rsatib turadi-yu, lekin iqtisodiyot tanazzulga uchraydi-da. Biznes yopilib ketadi chunki. Себестоимость 100 so'm, lekin sotilayotgan narxi 90 so'm. O'shaning uchun. Deflyatsiya yomon narsa. Lekin hamma narsani narxi sekin-sekin deflyatsiya bo'lsa yaxshi-yu, ekonomika ko'tarilayotganda, pullar iqtisod sekin-sekin o'sayotgan bo'lsa, so'mni dollarga nisbatan qadri oshayotgan bo'lsa, so'm sekin-sekin tushisha boshlaydi. Lekin inflyatsiya iqtisodiyotda o'sib boradi va inflyatsiya ham o'rta sog'lom inflyatsiya 1-2% atrofida bo'lishiga deyishadi. Davrini 2% inflyatsiya bo'lsa sog'lom inflyatsiya hisoblanadi. Yillik inflyatsiya foizi 2% bo'lsa deyapsiz. Umumiy yillik Umumiy yillik inflyatsiya 2% bo'lishiga deyishadi. keyingi yil 2 qo'shilishi kerakmi shunda? Samsung 100 minglik narsa 100 minglik 98 ming bo'lib qolishi. Shunaqa. Ha. 100 ming 98 ming bo'lib qolishi kerak. Shunda narxlar o'sib borganchida Umuman to'xtatib qo'yish iloji yo'q inflyatsiyani. Zo'r ekonomika deydi. Teng balanс. Hozir любой rivojlangan davlatingda ham bor deb bu ko'rsatmaydi. Bu menimcha qisqa bo'lsa kerak. Nolli bo'lsa, misol uchun tasavvurni hozir non 5 mingga olsangiz 10 yildan keyin ham non 5 mingga bo'ladi. Foyda ko'rayotgan odam shunday ham foyda ko'raveradi. Bo'lsa kerak, lekin bunda manfaatdorlar kam bo'lsa kerak. qarziyatlar boya bitta orolcha misolini gapiraylik-ku, aniq shunaqa orolchalarni kontrol qilish osonroq bo'ladi. Chunki u yerda baylashuv kamda. Baylashuv deganda anaqa kelishuvli. Misol sen bilan o'rtamizda bitta kelishuv bor. Yorilmasan borib uyingni agar o'ting tozalab berasan, 100 ming so'm berasan. Bitta kelishuv bo'ldi, hozir shu yerda. Keyin sen Bahodirga bilan gaplashasan. Anaqa. Xuddi shunga o'xshagan kelishuvlar bozorda juda ham ko'payib boradi. Bularni kontrol qilish qiyin bo'ladi-da. Hop, o'zi inflyatsiya bilan deflyatsiya shu pulni davlat nazoratida bo'lishi uchun qo'llangan emasda, Markaziy bank shu bilan pul boshlab turadi. Shu ikkita chagi bor-ku, tirs. Sizga holatda o'zgarib bergan bo'lsa, lekin pulni asosiy bo'lishiga hozir bizda pulni asosiy davlat-ku. Bunda asosiy qonunga nasl bog'lab qo'ygan. Misol uchun tillarni rezerv qilib oladigan bo'lsangiz, tillar bilan baham bo'ladigan bo'lsa, shunda hozir 5 ming so'mlik olamiz, 10 yildan keyin 5 ming so'mga olamiz. Tillarga bog'langan bilan. Oldish qilib, undan navbat boshqara oladi. Shu. Yandan kelib shunaqa qilmoqchi bo'lgan Qazofiy o'zbek kaddafi. Pulni Markaziy bankda rezervga shu tillar rezervlaridan qo'shib bo'lgan hisoblar. Yaxshi narsa bir xil nega hozir davlatlar voz kechib yuborgan bu narsa. Amerika ham voz kechib yuborgan. Amerika voz kechgan. Chunki tilla kamlik qilganda. Tilla kamlik qilgan, pul bosib chiqarish kerak. Tilla yo'q bo'lsa ham pul bosib chiqarib pul berolgan. Ekonomikani o'sishini to'xtatib qo'ygan shunda tillarni kerak. O'sishini oshira olgan. Yo'q, aytmoqchiman. O'sha tillaga bog'lanib turganligi bu как бы zanjirga o'xshab bosib turgan, limit bo'lib turgan, ekonomika o'sishi limit bo'lgan, olib chiqqandan keyin limit ketgan u limit ketishi ham qanday bo'lgan, u boshqa davlatlarga pul bera olgan, qarz bera olgan. Yo'q, masalan, hech qanaqa asosi yo'q pulni boshqaga berildi qarzga, undan pulni qaytarib Shu Amerika o'sha payt agar default e'lon qilganda, anlar shunchaki hech narsasi qolib ketdi Amerikadan.
pul olganlar. Chunki u pulni tagida anaqasi bo'lmagan-ku, tillasi bo'lmagan-ku bankda. Mana hozir ham agar default e'lon qilinsa, dollar o'zini kuchini misol uchun 30, 40, 50% yo'qotib qo'ysa, bizga katta zarar ko'rasizda, bizga hech kim tilla bermaydi-da. Chunki rezervida qancha dollar bo'lsa, shuncha tilla yo'qda. Biza shuncha paytgacha o'sib kelgan anaqa dollar bizada shuncha paytgacha yaxshi yig'im puli bo'lgan, valyuta bo'lgan, o'shaning uchun yig'amiz deb yig'averamizda. Endi bu uzoq muddatda baribir borgan sari ahvol qiyinlashib ketaradi. Balkim shu sekin o'sishi ham o'ziga shu norma bo'lgandir balki shu biz bekorga emasga bo'ladi. Normal, men ham shunaqa deb o'ylayman. Normal bo'lgandir deyman, lekin haligi shu pulni aylantirib nimasi bo'ladi. O'zlarida maqsad foydalanish ishlar qilishgan deymanda. Chunki hozir Amerikani qaziya ham har yil oshib boryapti. Normalga yurganga chiqib ketdi. Ya bu oxiri baribir kanalda boshi berib ketib qoladi bu. Borgan sari ya'ni iqtisodchilarning ishi qiyinlashib ketaveradi. Shundan Mana shu oldingi zamonda tinch paytlarda shu tillar bir xil bo'lgani to'g'ri bo'lgan. Bir sim bir tilla bo'lgan. email sizlarga o'sha misol hozir. So bring it all to jimlash yaxshisiz. Hozir nomni sonlanasiz. O'yinlar kerak va sonlanasiz. Chiqarilgan. Shunaqa Endi qimmat ana bo'lsa agar bir xil bo'lsa, bug'doy iqtisodiy stabillik bo'lsa, ekilli bir xil bo'lsa, qurg'oqchilik. Buning uchun tillarni qazilmasi ham kelishuvligiga nisbatan bir xil bo'lishi kerak-da, tushunsan? Shundan uni tilla yetmayapti. Bizneslarni, ekonomikani rivojlanish uchun tilla to'sqinlik qilyapti. Yo'q, tilni topganing bilan qancha kerakligini hisoblashingda hamma gap. Qara, senda chegaralanmagan tilla bor-da. Chegarasi bor-da tillar. Yo'q, tasavvur qil, chegaralanmagan tillang bor. Bu yerda senda bozor bor-da. Bozorda hozirgandagi kelishuvlar bor. Shu kelishuvlar nechtaligini bilib turib, o'shanga mos tilla chiqarmasang yoki sen inflyatsiya qilib qo'ysang yoki deflyatsiya qilib qo'ysang, shu nolni ushlashing uchun sen bu yoqdagi kelishuvlarni, baylashuvlarni to'shqi sonini bilishing kerak. bu hozirgi pulda ishlashi. Pul chegaralarga olib shart bo'ladi. Sekunda balans ishlaydi. Tilda bo'lgan bu chegaralarga. Hamma bilganda uni masalan sana bilgansiz. Faqat bank bilmagan pulni. Hamma bilgan pul chegarasi bo'lsa. Tushunib turibman. Tilla hozir chegaralangan narsa, chegaralanmagan demoqchi emasman, lekin tasavvur qilib ko'r, mayli pul misolida tasavvur qilib ko'r, bosib chiqariladigan pul. Shu bosib chiqariladigan pulni siz aytgandek inflyatsiya yoki deflyatsiya bo'lmasligi uchun nol ushlab turish uchun ham bozordagi har bitta kelishuvingdan xabardor bo'lib turishing kerak. To'g'ri, tovardan bo'la olmaysan, lekin xizmatdan bo'lish juda qiyin-da. Xizmatdan, o'shaning uchun davlat qora iqtisodiyotda, yashirin iqtisodiyotda borgan sari keskin hamma narsa davlatga ko'rinib tursa, o'shanga qarab turib ish qiladi. Pul o'shanga qarab bosib chiqaradi, foiz stavkasini o'shanga qarab pasaytiradi yoki ko'taradi-da. Agar tillarda savdo bo'ladigan bo'lgan davlat pul nazarda tutolmaydi-ku. Shu plan Iqtisodda national iqtisodiyot boshqa qora bozorda devalvatsiyaga bo'ladi. Kriptovalyuta bor-ku, Bitcoin bilan savdo qilishyapti. Hech qaysilardan bank nazorat qila olmaydi. Chunki masalan, yo'qotda noqonuniy ishlarni ham shormalaydilar. Finans qo'l qo'yadi. Endi shuni oldini olish uchun tildan vosiga chiqamiz kerak. Qaysidir sabablardan bittasi bo'lsa kerak. Balkim. kriptani lekin kvantum kompyuter buzilishgan. Qancha yildan keyin Chiqyapti sekin kvantum kompyuter mavjud o'yinlarga namoyishlaydigan. Ha. Mayorani chip chiqardi hozir Microsoft. Shundoq chip kvantum kompyuter. Kvantum kompyuter juda kuchli edi. Hozir kompyuterlar. Shunga juda skeptik qarashamiz. Microsoft chiqargan chunki qanchadir inglizlardan keyin shuni tavhidlari chiqargan testlar bilan natijalar bilan bo'lishgani yo'q. Qildik deb aytadi xolos. Har vaqt masalasi qachondir chiqadi kvantum. Google bilan ketiladi. 100 tagacha kubik bilan ishlaydiganlar bor. Davom etamiz. Giperinflyatsiya to'g'risida gapiramiz. Giperinflyatsiya o'zi giperlik katta narsani nazorat qiladi. Market, gipermarket degan gap. Qachonki inflyatsiya 50% va undan yuqori bo'lsa, giperinflyatsiya deyilishga sabab bo'ladi.
Giperinflyatsiya juda yomon. Juda yomon narsa giperinflyatsiya. Hozir davlat misolida ko'rib chiqamiz. Borisini Zimbabve 2008-yil. Grenada ham bo'lgan. U jahon urushidan keyin bo'lgan. Birinchi jahon urushidan keyin. Birinchisidan keyin. Hop, Zimbabve degan davlat bor Afrikada edi, adashmasam. Xullas, o'sha davlatda 2008-yilda giperinflyatsiya bo'lgan. Giperinflyatsiya bo'lgan o'tda. Hop, mana 2008-yilda noyabr oyida har 24-7 soatda narxlar 100% ga oshgan. Bu degani bitta 24 soat o'tdi, ertaga-ertalab xuddi shu vaqtda 4 ming so'mga olganmani 8 ming so'm bo'lib turgan bo'la. 2 barobarga oshadi. Odamlar bozorda narsa sotib olish uchun shu darajaga yetganki, anaqada aravalarda pullarni ko'tarib berishgan. Qoplab pul ko'tarishgan yo'qligida. Bitta non sotib olish uchun yoki qanchalar mahsulot sotib olish. Pul shu darajada qadrsizlanib ketganki, giperinflyatsiya davrida devorlarga abort ishlatishgan bilmayman. Shunaqalarda bolalar o'yinchoq Qog'ozlarni kamillarni yoqishgan. Kamillarni yoqishgan. O'sha pul rasxodning narsa bo'lib qolganda, bunda bor, ko'chalar pul supurib kelishganga o'xshab qo'yganda. Shoxshanba terib kelganda, ancha pulga qurt bermagandagina misolda, shu qurtni yoqvorsan vaqtda bola. Shunaqa. Anaqa, mana shuncha pulga o'tin ololmaysan-da, misol uchun-da. O'tin sotib ololmaysan. Undan ko'ra mashina o'zini yoqib olgani yaxshi. Shunaqa narsa bo'lib ketgan. Hop, barter savdosi keyin anaqa bo'lgan. Qaytgan. Tursiz anaqa ketish. Misol uchun manda degan 2 kilo kartochka bor. Keyin bir pul ko'tarib bermaydi. 2 kilo kartochkani senga beradi, sen menga 1 kilo go'sht bergin degan narsa bo'lgan. O'zi asli baylashuv boshida shu narsadan boshlangan. O'zi pul nima desa, pul ma'lum bir odamlar orasida tovar almashinuvini osonlashtiradigan vosita. Pul vosita. Bu kripto ko'rinishda bo'lishi mumkin, qog'oz ko'rinishda bo'lishi mumkin, qimmatbaho metal ko'rinishda bo'lishi mumkin, teri ko'rinishda bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Lekin asosiy qoidasi o'sha odamlar o'sha narsani qabul qilishidir. Narinji gurur, shakar ko'p hamma joyda. Qayerda nima kam bo'lsa shu narsa. Rim imperiyasida tuz bo'lgan. Celery deydi, bilan gaplashdik. Oyligiga, legionerlar oyligiga, askarlar oyligiga tuz berishgan. Chunki tuz bilan go'sht qimmatini ko'proq saqlash mumkin bo'lgan, sog'liqqa foydasi bo'lgan tuzni ko'p sabablari bor. Endi faqat foydaga qarab pul belgilanmaydi. Misol uchun qog'oz pulli bir tiyinlik foydasi yo'q bizga. Navrot mikrob ko'tarib yurishadi bizga. Hop, maktab va kasalxonalarda davlat organizatsiyalarida xodimlar kelib ishlashmagan. Chunki davlatda fiksirованный oylik bo'ladi. O'sha fiksirованный oyliksa berilgan puli hech qancha ham qadri bo'lmagan. Shuning uchun eng kerakli struktura, infratuzilmalar to'xtab qolgan. Bolnitsiya boryapti, lekin doktor yo'q tasavvur. Nimaga desa, chunki doktor oyligi hozir ishlasa, bir tiyin tekin ishlagan bo'ladi doktor. Undan ko'ra chiqib ko'chada o'to'g'ri boshqa qilib hayot kechirgan yaxshi. Barterga foydali narsa qilish kerak. Xuddi shunaqa. Bu valyutani o'ziga qo'yganmisiz? Million trillionlar sarf qilishgan sabab bo'lgan qancha davom etgan. Hozir. Mana bu Zimbabvedagi yillik anaqani foizi. Mana yozgan 89.7 seksillion degan, faqat bu noyabr o'zini yozibdi. Bu Gemini berayotgan anaqa, bu aytdim, har 24 soatda 100% ga oshgan. Ko'ryaptim raqamlar. Bir oy o'zida shuncha foizga oshib ketgan. Nima qilyapti? Bu balki yillik bilan adashtirib oldi-yu. Yillik bilan adashtirib oldi, lekin juda katta bo'ldi. Bu biz 50 dan katta bo'lsa deb hisoblaymiz deyu, bu yerda tasavvur qiling, nechta 50% bo'ldi. Hop, mana bu bir Zimbabve dollarini $1 sotib olish uchun qancha Zimbabve dollar kerak bo'lgani o'sha paytda. Oktyabr 2008-yilda 90 ming Zimbabvega dollariga bitta Amerika dollari sotib olish mumkin bo'lgan. Hozirgi kunda bizda 12 mingga bir nisbatda 12 ming, 13 ming deylik. 13 ming so'mga $1 beradi. 13 ming marta qadrsiz degani-da bu. Anaqa. Sabablar. Oxiriga borib, fevral 2009-yilda 300 trillion o'tdi. Ham xatoyda. Germaniyadan Shunga foizda chekadi. Foiz bu. Bu foiz bu so'm. Bu mana Barso. yo'q, mingda ko'payib, 4 trillion
foiz oshadigan bo'lsa, undan algimiz. Vodkadagi 2009-yil to'g'risida gap yo'q. Bu уже Zimbabve dollarini anaqa pulga olishgan paytdagisiga. Ha. Mana bu Zimbabveni banknotasi. 100 trillion. Ha, u qanaqa trillion. Ha. Mana bu 100, и bitta 2 3 4 12 ta nol bor. Bu nimaga qilinadi? Oddiy 100 ming so'mlik kupyura bo'lsa, ma'murni ko'tarib berish uchun bitta xalta kerak-da. O'shaning uchun bitta banknota chiqarib qo'yishgan. Bular qadimiy toplik Mana bu Zimbabvedagi odamlar 2008-yil. Bu odam hozir bozor qilishga ketyapti, primerli. Anaqa o'ylagan-da. Bozorda kutsa aravakashga yordam beraveraman deydi-yu. Narsa olish uchun emas, pulni tashib yurish uchun. Bozorga kirishi bilan arava oladi, yur. Bizda borgan sari arava og'irlashib, keyin stanga chiqib ketsang, bu yerda og'ir arava bilan bozorga kirib, yengillashib tushib ketarkan. Juda holat og'ir bo'lgan, lekin odamlar tirjayib yurishdi mana, yuzligiga qarasanglar. Endi afrikaliklar har narsa ikkita inflyatsiya oylik inflyatsiya 7%dan oshishi yillik emas, Shunday. yillik Qancha tushungacha yillik. Argentinada ham jahon chempion bo'lgan 100 qancha bosh o'tib ketdi-yu. Men ikkita inflyatsiyadan o'qidim-da. 22-yildan boshdan aqlni shu qabul gaplar. Jahon chempioni bo'ldi ham Argentinadagi inflyatsiya osonga tushib ketdi. Men aloqasi bo'ldi. Yo'q, bir-biriga aloqasi yo'q. Argentinadagi o'zi holat yomon edi. Anaqa Iqtisodiyoti eng stabil anaqalardan bittasi. Argentina oldin juda rivojlangan davlat. biz iqtisodchilarimiz yozgan shunday sport qancha baland bo'lsa ham iqtisodiyotga asas foyda. Argentinada anaqa narsa bo'lgan. Narx suvni ushlab turish degan narsa bo'lgan. Bir yili go'sht narxini suvni ushlab turishgan. Lekin o'sha nabir yomon ta'sir qilgan. Turkiyada ham bo'ladi, gapshida. Turkiyada ruslar kelib anaqani qilib arendalar oshib ketdi. Yerda ham siyosatga ham sabab. Hop, Zimbabve davom etamiz. Sabablari. Sizlarning sababini yozdim. Men boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Birinchisi, hukumat o'zining xarajatlari uchun pul bosib chiqarishni boshlagan. Xullas, anaqa harbiy xizmatga investitsiya qilamiz degan, yangi narsa sotib olamiz degan, davlat pul bosib chiqarishni ko'paytirib qo'ygan, haddan tashqari. O'sha richakka ishlatmaganda-yu. Va biz gaplashdik-ku, bozordagi tovar va xizmatlarning hajmiga qarab turib pul bosib chiqarilishi kerak-da. Davlat o'shani hisobga olmasdan turib pul bosib chiqargan. O'shani hisobiga pul juda qadrsizlangan. Bu Prezident bo'lgan, Mugabe degan prezident bo'lgan. Sani mamlakatlar tanazzuli degan kitobda o'tib o'zi lotereya o'ynab, o'zi yutgan prezident. Lotereya o'ynashganda, qarorchi, qaysi yillar 2000-yillar yo'q. Lotereya o'ynash vaqtida tasdiqli televizor lotereya ko'ryapsizlar-da, prezident yutyapti-da lotereya. Acha prezident lotereyasini to'lash uchun bosib chiqarishgan pul. o'zi mana bo'lishini sababi, mana qilishini sababi mana deb o'ylayman. Mana korrupsiya ko'rsatyapti-ku. Korrupsiya borligi uchun ham davlatga yaxshi yetib bormagani uchun deb o'ylayman. Hamma ehtiyojlar uchun pul bosib chiqarishni boshlagan. O'shaning uchun katta giperinflyatsiya 2008-yil. Demakki, agar vohiyroq bilganlar qo'rqqanini, bunaqa stressni ketmasdi. Boshqaruv juda yomon bo'lgan. Mugabe degan odam juda yomon boshqargan uni. O'sha kitobda bor, mamlakatlar tanazzul degan kitobda yozilgan. Juda xunuvishdi. Aytolmadi, prezident qay darajada bo'lishi kerak? O'zi lotereya o'ynab, o'zi yutish uchun qanaqa darajada bo'lishi kerak? Prezident o'zi ham korrupsiyaga aralashib ketgan. O'zi boshlig'i. Juda yomon ishlagan. Hop, muammoni yechimi nima bo'lgan? Oxir-oqibat o'sha foydasi bo'lmagandan keyin yanvar 2009-yilda AQSh valyutasini milliy valyuta sifatida Zimbabve o'zida qabul qilgan va o'zini valyutasida adashmasam 2009-yil mart oylarida voz kechgan. To'lov bo'yicha. O'ylam shunaqami? Barchalarda orqaga o'xshab holat bo'lsa kerak. Hozir gaplashganimga nol bo'lsa kerak. Yana gol bo'lganlik hisoblansa kerak hozir. Boshidami? Sabablar. Boshli holatdami? Boshdagi holatda umuman olganda ham. Endi to'g'ri, davlat inflyatsiyasi bor. Umuman davlat o'zi hisobda boshqara olmay qoladi deb bilamiz. Misol uchun inflyatsiya oshib ketganda pulni kamaytira olmaydi. Inflyatsiya
kamayib ketganda pul ko'paytira olmaydi. Davlat fulldan chiqib ketib qoladida. Shunaqa. Oxir masalaga yechim qo'shishga giperinflyatsiyaga. Germaniyani yozmadim. Balki kimdir anaqa bo'lsa gapirib ketsa yaxshi bo'lardi. Germaniyaning giperinflyatsiya qanaqa yengishgan uni. Qarzini to'lash uchun bo'lgan qanaqa yengani. Man- Jahon shuni Men bir qayerdadir eshitgandim. Yo'q, aql yo'q degan. Qayerdadir eshitgandim o'sha anaqasini. birinchi xohishdan keyin yetkazgandan keyin Germaniya yetkazganlar qatorida nimada pakt bo'lgan. Viyana paktimi? Masalan o'shanda Germaniyaga juda katta qarz yozib qo'yishgan davlatida. Shtraf to'laysan degan. Urush boshlading, biz urushga shuncha pul yetkazdik deb, Antanta anaqalar, Britaniyalar, Rossiya boshqalar. Biz shu urushga yetkazgan mablag'larni sal qoplab berasizlar degan ma'noda rosa katta qarz anaqa bergan ularga, shtraf solgan. U pulni o'zini valyutasida to'lash kerak bo'lgan. Shunaqa bo'lgan, qattandir olish kerak. U pulni iqtisodiy o'zi shundoq ham urushdan keyin qoloq bo'lgan. Keyin u pulni qattandir to'lash kerak. O'sha qarz, tashqi qarzlarni to'lashchi o'zi pul bosib chiqaraverganda juda katta inflyatsiya bo'lib ketgan. Odamlar xuddi shunaqa boydaki bolalar o'yinchoq qilib ishlab turishgan, uni pulidan uylar qurishgan, qarachi aboylar qilishgan. Juda ham bo'lib ketgan. Odamlar ham juda siqilgan. Keyin bitta odam siqilib, juda qattiq siqilgan bitta odam qolgan boshqa siqilgan odamlarni yig'ib turib ikkinchi xohishni boshladi. Endi o'ta sabablari ko'p bo'lgan-ku. To'g'ri. Anaqa bor. Remark kitobi bor. Ana kitob adashmasa. O'zi Remark kitoblari ko'p shu ikkinchi xohishdan keyin Germaniyadagi birinchi xohishdan Germaniyani ko'rsatdi. Qora obelisk degan kitob bor. Chorniy obelisk kitob bor. Shu inflyatsiya ko'rsatilgan, zo'r ko'rsatilgan. Odamlar pul qadri tushib ketganda anaqalarga o'tib ketishgan. San'at asarlarini sotib olishgan, masalan, kimlardir qanaqadir qimmatbaho rasmlar chizilgan bo'lsa, shularni sotib olishgan. Ertaga mashina sotib kun ko'raman deb yoki shu qog'oz pul o'rniga qanaqadir bir narsalar chiqib ketib qolgan. Ming xil yo'llarini qilishganda shu kitobda yozilganda odamlar qanaqa qilib shu inflyatsiya paytida tirik qolishgan. Unaqa bo'lgan odamlar. Odamlar shanba kuni tinch uxlashgan, chunki shanba kuni bank ishlamagan paytida odamlar yaxshi yashash. Qarachaman, xursand bo'lib turgan, pul o'zgarmayapti. O'sha dushanba kelishi bilan pul o'zgargan, odamlar yana boshlangan. Quli degan juma kundagi puli dushanba kuni вообще hech narsa qilmasga boshlagan. Qadri qolgan. Odamlar shanba yaxshi yashashgan. Sal tinchlik. Shu Zimbabveda asosiy bonuslardan bittasi. Keyingisi shu ikkita anaqa bor, sinfa bor. Bittasi John Maynard Keynes degan odam bor ekan, iqtisodchi, Buyuk Britaniya iqtisodchisi. Xullas, davomli inflyatsiya bilan birga hukumatlar fuqarolarning jamg'armalarini musodara qilishni yashirin va sezilmas usuliga ega deydi. Yastirnadagi pulni havolash demoqchi, saqlab ketgan. Warren Buffett ikkinchisi inflyatsiya soliq o'xshaydi. Boya gaplashdik, soliq to'g'risi. Chunki sizning daromadlaringizni bir qismini olib qo'yadi, ammo bu soliq hech qanday qonun tomonidan tasdiqlanmagan. Shu ikkitadan gapni bor edi. Manaqa yo'qdan inflyatsiya. Professor pul 100 ming pul aytganimizga 2% inflyatsiya bo'lsa 2 ming pul tushib ketishi osmon. Inflation yo'q. Fly. Parlanib yo'q ketadi. Pul turgan pul parlanib yo'q ketadi. Hop, keyingisi. Bor. Ya,